тревожный кнопкani qo'ygan. O'zini ijtimoiy xodim sifatida tanishtirib, uyga kirib, Alekseyevani chalg'itib, uyning yotoqxonasidagi javonning ichida turgan 4 million 600 million so'm va 560 dollar miqdoridagi pul mablag'lari va javonning ustida narxi 300 ming so'm bo'lgan iPhone 5 rusumli telefon apparatini o'g'irlab, voqea joyidan yashirilgan. Hadisdan boshqa o'tkazgan bilaman. Shu mahallada sodir etilgan jinoyatda ko'rib chiqasiz. O'rtasida yuzaga kelgan kelishmovchilik zamirida janjallashib, yotoq oldida joylashgan stol ustidagi sovuq qurol sifatida foydalanish mumkin bo'lgan bir dona 30 litr oshxona pichog'i bilan orqa qovurg'asiga 4 marotaba sanchib kesib, qasddan tan jarohati etilgan. Majburiy keltirish to'g'risida asrim chiqarganligi va Yunusobod tuman bo'limi xodimlari uni olib ketish uchun kelganligi. Biz siz kelib muhokama qilish emas. Siz mana bu yerda biz oldimizda o'tirib, yoshlik yetadigan vaqtingiz hozir. Voy, janjallashma. Voy, aka birliga bo'laring. Aslida uning onasi nomida qolgan.